Harf o'yinini o'ynaymiz. Harf emas, harf. B. A. Banan. Sen harf etmasdan. Ne? Uzr, adashib ketdim boshqa. C. A. Jarima. Bitta aytinglar, bitta so'z aytinglar. Kimni xayoliga birinchi kelsa o'sha aytadi. Da, seni xayolingga nima ki bittadan aytish kerak. Bittadan emas, kimda birinchi kelsa, короче, o'sha yutadi keyin. Kim ko'proq so'z. S. A. Isroil. Harf. Gapirmay tur, kesib olaman. Oxirida bo'lish kerak-ku. Yo'q. O'sha harflar. Qatnashgan bo'lsa. Men ko'rganim boshqacha ekan. Z. A. B. Ne. Trendlik oyoqdan osmonda bordi. O'shada men oxirgi misol uchun kim aytgan bo'lsa, oxirgi harfiga bo'lish kerak edi. Boshi, o'rtasi, oxirgi harf bo'ladi. Mantiqasiga boshlanish kerak-da unda, adashib ketmaslik uchun. Farqi yo'q. Ch bilan tugaydigan so'z yo'q-ku. Bor-ku, topsa bo'ladi. Et. Ch bilan tugaydigan bitta so'z. Alochi. Qani o'tda O? Olochi. O'shaning uchun o'ylab aytish kerak. Orqa, misol ichingda nimadir so'zni o'ylab keyin aytishing kerak harf. Misol uchun B, O, Q. Bor yo'qolaring.